Allohdan uzoqlashdim. Koreyaga kelib iymonim bilan o'rab kelgan hijobimni yechdim. Hammasiga o'sha o'qishga yuboradigan konsalting firma sabab bo'ldi. Koreyaga kelganimda yoshim 20 da edi. Oddiy qishloq oilasida katta bo'ldim. Ota-onamning ra'yiga qaramay Koreyaga ketaman, o'sha mashhur BTSni ko'raman deb o'qiyman va pul ishlayman degan maqsadda $10,000 qarz olib firmaga to'lov qildim. Bu $10,000 ichida meni 4 yillik o'qishim to'langanligi, 1 yillik yotoqxonam ham to'langanligi va kuniga $100 dan ish borligi, hech qanday til sertifikatsiz ham o'qishga qabul qilinganligimni aytib samolyotga o'tkazishdi. Koreyaga kirib keldim. Aytilgan manzilga borib qarasam, hech qanday 4 semestrga emas, atigi 1 semestrga $1,500 to'langaniga, yotoqxonaga umuman to'lov qilishmaganini, agar turmoqchi bo'lsam 6 oyligini oldindan to'lashimni aytishdi. Xullas qo'limda pulim yo'q edi, ko'chada qoldim. O'zbek oshxonalar tomon yo'l oldim. U yerda bir o'zbek aka bilan tanishib qoldim. Singlim juda ham siqilib qolibsiz. Ishdan keyin sizni ko'nglingizda yozish uchun bir joyga olib boraman dedi. Noripang, ya'ni karaoke degan joy ekan. U yerda ko'ngil xushlik qilib qizlar ichishar ekan, hatto pul ham ishlashar ekan. Iymonimni, insofimni cho'rniga tiqib shu yerda ishlashga qaror qildim. O'qishimni tashladim. O'zbekistonga endi hech qachon qaytmayman. Ha, men qattiq adashdim firma tanlovida. Agar sizni avvalroq kuzatganimda, Unibridge haqida avvalroq bilganimda, Koreyaga 100% nufuzli universitetlarga garant olib berishini, 5-6 ming dollarga o'qishga kelib yotoqxonalari ichida bo'lishni bilganimda edi, hayotim shu darajada izmidan chiqib ketmagan bo'lardi, deb yozibdi bir obunachim.